Hozirga aytadigan so'zlarimizdan so'ng sizni ham o'sha insonga nisbatan muhabbatingiz yanada ziyoda bo'ladi. Tasavvur qiling, oldinlari oila tinchlik, xotirjamlik manbai bo'lib xizmat qilgan. Hozir esa oilalar obro', e'tibor, prestij bo'lib xizmat qilmoqda. Oldinlari do'stlashish bir noyob xazina sifatida qaralgan edi. Hozir oddiy holatda manfaat bo'lib qolgan. Oldinlar qarindoshlar deyilganda bir-biriga tayanch bo'lgan insonlar. Tasavvur qiling, oldinlari shunaqa bo'lgan. Bir-biriga tayanch bo'lgan, bir-birini doimiy ravishda podдержка qilgan, qo'llab-quvvatlagan insonlar tushunilgan. Hozirgi vaqtda qarindoshlar desa, nega meni farzandimga o'xshamayapti, nega bularda o'xshayapti degan hasadgo'y insonlar tushunilib qolgan. Afsuski bu achchiq haqiqat, jamiyatimizda bo'lib turgan holat. Ammo birgina inson shuncha vaqtlar o'tsa ham o'zgarmadi va o'zgarmaydi ham. Bu inson esa ota-ona hisoblanadi.